Urganch shahrini eng zo'r lokatsiyasida, eng zo'r hovli joyini qidirib yurganlar uchun 650 kvadrat metrlik hovli joyimiz sotiladi. Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar. Hamma yaxshi niyatda yurgan, shunday bir hovli joy solishim kerak yo olishim kerak deb yurgan, shunday katta hovli joylar nasib etsin. Urganch shahrida, ya'ni Vodnikda, Gurtmansning ko'chalari to'liq asfalt etilgan eng zo'r joyi tinchgina mahalla deydi-ku, qaranglar, bog'chasi, maktabidan muammosi yo'q. Plus marshrutka desangizda 4 avtobusda shu yerda qatnaydi. Xullas, hamma sharoiti bor. Ana shu Gurtman katta hovli joyingiz sotiladi. Eng zo'r joy bor. Hozirgi kunda Xorazmda bilasizlar, noma'lum kanalizatsiya bor. Bu ko'cha esa sentralniy kanalizatsiya ulangan bo'ladi. Ya'ni kanalizatsiya to'liq ketdi deb muammo aytib o'tirmaysizlar. Gurtmansning fasad qismini chiroyli atib taxlab qo'ydilar. Bedena giraverish eshigi bor. Eshikni aldan qaranglar. Top-toza, yaldirab turibdi. Naveslarni ham taxlaganlar. Eng g'alamlisi gullar ham ekilgan. Hamma narsa joy-joyida. Geshda polniy bu passetkalarni yoqib qo'ysangiz, chiroyligina qasr bo'ladi, duradi. Keyin qaranglar, mashinalarni yera qo'yamiz desangizlar, banda Gurtmansning navesi bor, o'zini kattagina, ajoyibgina atib taxlangan, bellar ham polniy kafeldan chiqqan. Xullas, aytaman-ku, o'zim yashayman deb solingan joy, ya misol bu sotaman, foydalanaman da emas, o'zim yashayman deb solingan joy. Shuncha hamma narsasini mehr berib qaralgan. Oddiyna gullari, archalarini ko'rasizlar, o'zingiz bahosini berasizlar. Polniy oldi qismimiz ishini go'kar tutdi, mahalla tinch, qo'shnilar ham hammasi, yana bir yaxshigina yerda yashayman deb yurgan bo'lsangiz, ish hovli joyini sizga tavsiya etamiz. Kattagina darvozasi ustanovka qilingan, yangi obzorni bayon boshlaymiz. Mashin bo'ladigan bo'lsa, mashinangizni bemalol qishda kirgizib ko'rasiz. 2 mashin orqaga sig'adi. Eng zo'r joyi qaranglar, bellar ham registrli ustanovka qilingan. To'y tomosha bo'ladigan bo'lsa, stol kursini yoyib berasizlar, makarondoshlarni shu yerda kutib olsangiz bo'ladi. Bu yerda rakovinalar ustanovka qilingan. Xullas, ishning kattagina hovli joy bo'ladi. Podsvetkalari, ko'rishingiz mumkin, patologlari, hamma narsasi zo'r etib taxlanib, plus bu yerda yana stoldan ustanovka etib beradigan bo'lsangiz, yana shunday ajoyibgina hovli joy bo'ladi, duradi. Xohlasangiz bayondan ham hovli joyning ichiga kirib chiqsangiz bo'ladi. Yurtimizni bu ham ajoyib eshik ustanovka qilingan, bu ham to'liqgina Yurtimizning kafelari akkuratni ustanovka qilingan, registrlari, oynalari, oynadagi jalyuzilari, eshiklarni ko'rasizdan, o'sha sifatini tushunib olaverasiz. Ajoyib hovli joy bo'ladi. Hovli joyning eng zo'r joyi ana shunday katta bog'i bo'lsa, hazzatib yashaysiz, to'g'rimi? Bir kichkina oqtiqlaringiz, farzandlaringiz bo'ladigan bo'lsa, hazzatib o'ynab yuraveradi. Qaranglar, bayonundan polniy gullarni, daraxtlarni, hamma narsasini mehrini berib ekib qo'ydilar. Xudo xolasa, o'sib ketsa, ishur bir go'm-go'k ajoyib bog' bo'ladi, duradi. Bu hovli joyimiz toza qurilgan, to'liq 100% pishgan karushdan qurilgan. Eng zo'r joyi hali bir ko'chikkanimizda 1 yil bo'ldi. 1 yil yashalgan edi. Qarang, beram polniy navesdan chiqqan do'rim, navesda endi shunday ajoyib topchanli ustanovka qilingan. Bandani o'zini uchib o'tiradigan kachelalari bor. Xullas, hamma narsani taxlasangiz bo'ladi. Muammosi bo'lmaydi. Gurtmansdan beram gengina tushgan, hamma yerina kafeldan chiqqan. Qaranglar, eng qiziqli joy bor. Bog' tarafda bir nera ekan bu desangiz, galing ko'rsatib o'taman. Bog' tarafning o'zindan oddelni kattagina zali tushgan bo'ladi. Hozir bu yerni kladovka etib foydalanib turibdi ekanlar. Bu yerni bemalol taxlab berasiz, g'alalarni döshaysiz. Qarang, pattivlari, lyustralari, hamma yeri remont ajoyib bo'lib turibdi. Plus kamenlarni ham ajoyib etib taxlab qo'ydilar. Xullas, bu yerning o'zi bir zal bo'ladi, to'g'rimi? Shu zaldan chiqaverishda ko'rishlaringiz mumkin. Letniy kuxnyasi taxlangan bo'ladi. Letniy kuxnyada aytdim-ku, to'ylarni uyda sovaverasiz bu hovli joyda. 3 ta qozon bor, Gurtmansning. Bunda endi shunday kichkina udobniy mebeli, bunda moykasi, xullas bunda gaz plitasi, hamma narsasi tayyor turibdi. Sharoit bor, xudo xolasa, hazzatib yashaysiz. Bog' tarafni ko'rib tursan, no sharoit, no komfort kerak bo'lsa, hamma narsani taxlab qo'ydilar. Bu taraf ham meni ajoyib jenchuk svetda chiqqan. Qo'shni taraflar ham baland etib boqsalari yopilgan, havo aylanishi uchun Gurtmansda reshotkadan tip zo'r etib taxlab qo'ydilar. Gullari, hamma narsasi bor. Gurtmansning beda letniy tualeti tushgan bo'ladi. Plus bir dona shunday kladovkasi ham bor. Kladovkasidan ham muammo yo'q. Yurtimizda hovli joyini hozirgi kunda buning katta kvadrat
kvadraturada ishini pishgan karvishdan qurilgan hovli joyini topish qiyin do'nim. Ina sizlar uchun zo'r taklif deyman-ku. Bu ko'rganlaringiz hali bir boshlanishi deydi-ku, otizi plus garajlari, letniy kuxnalari hamma narsasini ko'rdingizlar do'nim. Keling endi hovli joyini ichan tarafini ko'rib chiqamiz. Ha, aytgancha yana bir zo'r joylardan biri ko'rib turasiz, ichan tarafdagi kuxnadan ham bemalol bog' tarafiga kirib chiqsangiz bo'ladi. Hovli joyimizni garajini, bog' tarafini ko'rdingizlar do'rim. Garajdan ham hovli joyining ichiga girsangiz bo'ladi, bog' tarafdan ham bemalol kuxna orqali hovli joyining ichiga girsangiz bo'ladi. Lekin sizlarga oldi qismidan ko'rsatamiz. Qaranglar, oldi qismi aytganimdek ajoyib etib taxlangan, eshiklar ham zo'rlar ustanovka qilingan. Hovli joyimizga kiraverishda shunning kattagina ko'rib turasiz, dalani kutib oladi. Uголокni ustanovka qilingan, pattivlari, mebellari akkuratni taxlangan, o'zina mos bo'ladi. Qaranglar, patologlar ham akkuratni chiqqan, lyustralari, galogellari, pasvetkalari, hamma narsasi, ya'ni bir remontda alabuji narsa yo'q. Hamma narsasi aytaman-ku, o'zim yashaman deb zo'rini taxlanlar. И плюс ko'rib turasiz, bir prixожий mebel ustanovka qilaman desangiz, prixожий mebelni ustanovka qilib beraverasiz. Beda hozir prixожий mebelimiz orqa eshik tarafda turibdi ekan. И ko'rib eshikning yonini o'zine 2 dona registr tushgan bo'ladi. Kattasidan ajoyibgina, bu yerda yana ko'rib turasiz, rakovinalar ham ustanovka qilingan. Ko'pchilik aytadi, katta hovli joy olsam qizdirib bo'lmaydi, boshqa etib bo'lmaydi. Ko'rib turasiz, registrlar ham zo'rlar ustanovka qilingan. Hamma narsa joy-joyida qaranglar. Bu yerda yana ko'rib turasiz, oilaviy choylarni ichib, hazatib, kinolarni ko'rib o'tirsangizlar ham bo'ladi. Endi eng qiziqli joyini qaranglar. Birinchi eshikka kiramiz. Eshiklar ham zo'rlar ustanovka qilingan. Bu yerga kiradigan bo'lsangiz, shunday kattagina zal kutib oladi. Zalmasan zal. Qarang, remont ham akkuratni. Odam bir girgan vaqtda bir hazzatib o'tiradi. Remontlardan biri bo'ladi. Polni zalatisti bilan kombinatsiya etib ishak qo'ydilar. Perdalar ham zo'rlarni ustanovka qilingan. И bu yerda pattivi zonalar ham taxlanib turibdi, qaranglar. Ajoyibgina g'alalar döşalib, aytaman-ku, yani futbolni stadion desak ham bo'ladi. Bu ko'rib turganingiz birinchi zalimiz bo'ladi. Ya'ni hovli joyining ichidagi birinchi zalimiz bo'ladi. Bog' tarafda ham katta zal bor, to'g'rimi? Bu ko'rib turganingiz yana bir zal. Qaranglar endi, bu zaldan chiqasiz. Doğrudagi eshikka kiradigan bo'lsak, bu yerning o'zi отдельный tema deydi-ku. Bu yon tarafdan shunday katta zal tushgan, remontga qaranglar. Ajoyibgina. Ya'ni necha 2 dona zal desangiz, bir yon tarafda erkaklar, bir yon tarafda ayollar bemalol o'tiraveradi, uyda to'y tomosha bo'lsa. Bu yerda shunday stol kursilar ustanovka qilingan, perdalar ham o'zini moslatib taxlangan, registrlar tushgan. Hovli joy polniy registr orqali qizadi. Xudo xolasa egasini aytishi bo'yicha muammo bo'lmaydi dedi. Sovuq degan gaplar umuman bedan yiroqda turibdilar. Lyustralar ham zo'rlar ustanovka qilingan. Ko'rib turganingiz, shunday katta ikkinchi zalimiz hovli joyining ichidagi bo'ladi. Bog' tarafdagi bilan qo'shadigan bo'lsangiz, 3-zalimiz bo'ladi, do'rim. Ana endi esa qaranglar, 2 zalni ham ko'rdingizlar, do'rim. Bu yon tarafimiz, yana doğru garaj qismidan kirib keladigan yer. Bu yerda ham mebellarni ham akkuratni etib taxlab qo'ydilar. Prixожий mebellari bor, bu yerda rakovinasi bor, plus bu yerda birinchi spalni tushgan bo'ladi. Eshiklar ham akkuratnilar ustanovka qilingan. Qaranglar. Bu yerda ikkinchi spalnisi bo'ladi. Spalnilar ham akkuratni taxlangan. Eng keraklisi, ya'ni bir ayollarimiz hazzatib bir ijod etadigan oshxonasi bor-ku. Zaldan qolishmaydi. Ya'ni gengina tushgan, qarang. Kattagina oshxona. Bu yerda uголокda ustanovka qilingan. Bu yerda yana mebellarni ko'rishingiz mumkin. Polniy krashinni MDFdan tushgan bo'ladi. Akkuratni zalatisti bilan kombinatsiya etib, холодильниклari, televizorlar hamma narsasi ustanovka qilingan. Moykalar ham eng oxirgisi ustanovka qilingan, ko'rib turasizlar. Ajoyibgina gaz plitalari, vытяжкалari hamma narsasi bor. E plus bu yerda yana uyni yuragi desak ham bo'ladi. Ya'ni kotelnisi bo'ladi. 2 dona kotel ustanovka qilingan. Lekin egasi aytib turibdi, qishda birini yoqdik, shuni o'zim ajoyib etib qizdirib berdi tutdilar, muammo bo'lmadi. Kattagina oyna tushgan, kattagina registr tushgan. Hazzatib yashaysiz deyman-ku, to'g'risi havas etdim, o'zim ham niyat etib qo'ydim. Xudo xolasa shunday hovli joylar hammamizga nasib etsin. Keyin boshda aytib o'tganimizdek, bu yerda yana eshik tushgan, to'g'ri bog' tarafga ketadi. Bog' tarafning o'zida ham letniy kuxnalari bor. Muammo bo'lmaydi. To'y tomosha bo'ladigan bo'lsa aytaman-ku, hazzatib uyda sovsangiz bo'ladi. Televizorli ustanovka qilingan, bu yerda ozongi choyni ichasizdan ishni gazini bosaverasiz. Qarang. Keyingisi sanuzelni qani desangiz, sanuzelni endi hamma joydan unumli foydalanadi. Bu yerda listisidan tenda sanuzelni joylashtirganlar. Polnina dushlari, hamma narsasi joy-joyida turibdi. Birinchi etajni ko'rib bo'ldingizlar. Endi navbat esa ikkinchi etajga. Qaranglar, zinalar ham akkuratni taxlangan, ochiq rasvetkada. Ya'ni uyga kirgan vaqtda qisliq qilib yotmaysiz. Shunday bir
Appaqqına əzzəti bürüdən ülədən biri boğa. Çıxavərişdə görüşləriniz mümkün. Dizaynersi kətdə aynaları, pasvetkalarım taxlanıb durdu. Bu hovlucayını aytaman ki, stadion bilən dəng. Özəm yəni kətdə ailələr boladı ki, ağa ülkələr həmməsi bir yaşımızda birgən. Şununla ailələr üçün maslaşqan desəkən boladı. İkinci etaja çıxasla kətdə yenə bu koridora qaran. İndi bir tərəfinə qaran. Kətdə yenə hol düşkən. Bir am stol kürsülərini qoyadon bolsanız, mehmanlarını bedəm kütüb alsanız boladı, doğru mu? İndi buna qaran bir də birinci xanamız yenə hazırda spalniyyət faydalanıb oturtdular. Kətdə yenə spalni. Buna baxval bu dizisi görüb durub. Yenə gen yenə həzzət yaşaysınız. Yenə buna yenə havlucay desək boladı. Bellərin polni registrda qızadı. Görüb bu birinci spalnimiz. Lakin zalat həmən desəyiz, birinin zalat adam olsanız dördüncü zal boladı, doğru mu? Qaran, keyingi xanamıza qaran indi. Doğru da yenə bir xana düşkən. Bir də yenə işin spalniyə maslab düşkən, lakin özləri yenə tüküçülük etib taxlaq qoydular. Özünüz faydalanarız. Detski komuta etib qoysazam, bola verədi xuda xalasa. İndi qaran, bir anda yenə bir xana. Çi istəyən tamam ya, bir stadionda ürgən nüristə, geyinlikdə, həzzəti. Bir də yenə bir spalniyə düşkən. Akuratlı, həmən əsas taxlanıb durdu. Mebelin ustanovka qılıb arasında həzzətib yaşayarasınız. Ay tamam mı? Yani bir ullu bir kətdə ailələr olsa, əzzət yaşıdan havluca ailədən biri xuda xalasa niyyət qılıq qoysaq həmməmizə nəsib qıladı. Yəni indi keyingi xanalarını görəmiz. Çıxavərişdəki birinci xana qaranlar. Bir də bir spalni düşkən boladı. Görüb durunuz deyil. Aynaları bax tərəfə qarağa, remontam akuratlı, girəsiz, dəmin alasız, həzzətib işdə qazını basarəsiz. Bu görüb durunuz, ucu çənci xana boladı. İkinci etajda özündə ucu dördüncü xana bu. Getdi indi. Bir an tərəfinə görüşəyiz mümkün. Bir anda yenə bir xana düşkən, bir yenə detskiyat faydalansanız boladı, ya olmasa bir ofis etib qoysanız boladı. Xulləs, havlucayımızda həmməgə xana yetədi deyən havlucaylardan biri boladı. Bir yenə kətdə registri düşkən, keyingi işə qaranlayına getdi. Bir də yenə bir görüb deyin, spalni deyəsiniz, xulləs, yenə işin variantda taxlanıb tutdu bir yerlərəm. Aytıb ötkəmini, yəni 3-4 ağayını bir uyda yaşayımız desə, beyimal yaşasa boladı. Kətdə yenə havlucay. Toluq pişkən kərüşdən salınqan. Bir də yenə birisi düşkən. Remontdan lişliyə cübücü yox. Pişkən kərüşdən salınqan, polni qaz, həmmən ərsəsi cay-cayında. Enqalamisi sentralni kanalizasiyasən bayağı bir qıstıqıb oturmuşsunuz. İkinci etajını özünə sanuzelan boladı. İkidə görüb durunuz deyin. Polni həmmən ərsəsi ustanovka qalınıb durdu bir edəm. Axırғы xanamız ikinci etajdaki kananla bir zal boladı şimdi. Halasanız zal, haqlasanız kətdə bir spalniyyəti faydalanmı desəyiz, spalniyyəti faydalansanızdan bola verədi. Kimə nitçəklim xana gerek olsa, aynən şu havlucayımızda var. Xulləs, havlucayını gördünüzsə, kimə niçik şərait gerek olsa, həmən ərsəsi taxlanıb durdu. Kuruluş boyunca sifətini gəlib, beyimal özünüz görüb, keyin baxasını bərsəyizdə boladı. Həmməgə narxı qızıq, doğru mu? Aynən şu görüb durmanız 650 kvadrat metrli pişkən kərüşdən salınqan, qazdan, sivetdən, kanalizasiyadan mamması yox. Bu havlucayımızda narxını 265.000 dollarda durdu egələri. Egələrin nomerini qaldıramız, beyimal özlərinə telefon vurub, üstündə gəlib xarid qılıb alışlarınız mümkün. Mənzilə gələdon bolsaq, Vodnikdə caylaşqan boladı, polni köçələri asfalt, tınçqana məhəllə, həzzət yaşayısla, xulləs, həmməmizə inanışın acayip kətdə havlucayla nəsib etsin.